Va yana bir eng katta kitob do'konlaridan bittasi biz doim keladigan Metro kitob fuori. Bu kitob do'konini boshqa kitoblardan farqli jihati metroda joylashganligidir. Eng gavjum bekatlardan bittasi Qiziloy hisoblanadi. Aynan mana shu bekatda kitob do'koni tashkil etilgan. Metro kitob fuori nomi. Bittasi u tarafda kitob do'konini. Mana bu yerda esa metroning chiqish-kirish joyi. Bu yer metro. Metrodan chiqasiz. Metroni chiqishida mana bu yerda men hozir sizga ko'rsatgan kitob do'konim mana. Devorning orqasi. Mana. Juda ham katta do'kon. Bunisi ham katta. Hozir ko'rsatganim narigi tarafdagisi ham juda ham katta kitob do'koni. Bu yerda ham deyarli barcha nashriyotlarning kitoblarini bemalol topishingiz mumkin. Juda ham boy adabiyotlarga ega, boy manbaga ega kitob do'koni hisoblanadi. Metro kitob fuori ham. Harry Potter mana. Bu yerda ham turli yo'nalishlar, diniy adabiyotlar, tarixiy adabiyotlar, dunyo adabiyoti, turk adabiyoti, deyarli aytdim-ku, hamma nashriyotning kitoblarini bemalol topishingiz mumkin bo'ladi. Narigi tarafi esa mana bu burchak esa bolalar adabiyoti. Umuman yaxshi kitoblar ko'p bu yerda ham. Biz odatda tushgan buyurtmalarni hech qayerdan topa olmasak, saytlarda ham tugab qolgan bo'lsa, mana shunaqa joylarga kelib topib ketamiz. Narxi ozgina qimmatroq bo'lishini hisobga olmaganda, deyarli hamma kitobni topsangiz bo'ladi bu yerdan. Bu yerda esa oy davomida eng ko'p sotilgan kitoblar bor ekan. Aytgancha boshqa kitob do'konlariga borganimda ham mana bunaqa Fiat Gor degan moslamalar bor edi. Mana shu apparatlar nima vazifa bajarishini sizlarga video bilan ko'rsatib beraman. Bu yerdan kitoblarning narxini ko'rsangiz bo'ladi o'zingiz. Masalan, yoki Choliq qushi yoki beni çok ihmal ettin masalan. Nima haqida bilmayman, shu kitob hozir qo'limga tushib qoldi. Mana bu yerda QR kodi bo'ladi kitobni. O'shani minutga tutasiz. Bu hozir nega ishlamayapti? Xullas shu titib ishlashi kerak, lekin ishlamadi. Mana bunisi ishlaydi. Mana 270 lira ekan mana shu kitob. Deyarli har bir kitob rastasida bunaqa Fiat Gor degan moslamalar, apparatlar bor. Mana shu yerdan narxni o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Agar tushunmasangiz, nimanidir so'ramoqchi bo'lsangiz, kitob do'konining xodimlari ham yurishibdi. Mana yerda xodimlar bor, bo'yinlarida bejiki bor. O'sha xodimlardan nima savolingiz bo'lsa, bemalol borib so'rashingiz mumkin. Bu ham xodim. Bundan tashqari bu yerda ham kitob, daftar, ruchka, konsavarlar ham topish mumkin. Deyarli o'sha bitta kitobxonga nima kerak bo'lsa, bu yerdan topa olasiz. Ruchka, o'chirg'ich, qalam, daftar, bloknot, kitoblar, bolalar adabiyoti, o'yinchoqlar, hadyalar, sovg'alar, umuman hamma narsa bor. Bizda Mahdi eng yaxshi ko'radigan kitoblardan bittasi mana bu. Har kelganimizda shuni o'ynaydi. Lekin sotib olib bera olmadik. Narxi ozgina qimmatroq. Mana. Ham moshincha bo'ladi, traktor. Ham kitob. Ichini ochsangiz kitob. Zo'r ishlab chiqilgan. Zo'r ishlab chiqilgan. Bundan tashqari benim ilk trening degan varianti bor buni mana. Benim ilk otobüsüm degan varianti bor. Metro kitob fuori ham juda ham katta do'konlardan biri. Bu yerda ham inglizcha, ruscha va boshqa tillardagi kitoblarni ham topsa bo'ladi bemalol. Bu tarafi hadiyaliklar, sovg'alar, yostiqchalar. Mana Harry Potterning nimadirlari. Topamiz buni ham qaraymiz mana. Harry Potterning narsalari. Bu yerda ham sovg'alar. Bu yerda bakallar.
metro kitob forida har xil yozuvchilarning taqdimotlari bo'ladi, kitoblarining taqdimoti bo'ladi, imzo marosimlari bo'ladi. Mana shu marosimlar aynan shu burchakda o'tadi. Mana bu yerda yozuvchi o'tiradi, bu yerda esa kitobxonlar keladi. Yozuvchi mana bu yerda kitoblarini imzolaydi va mana bu daraxtga ana shu tadbirdan olgan taassurotlarini xat qilib yozib qoldirib ketishadi. Bunda hozir unaqa xatlar yo'q ekan, ularni menimcha hammasini olib qo'yishgan. Mana shu daraxtning barglari xat bilan to'ladi. Mayda-mayda stikerchalarga insonlar xatlar yozib, juda ham zo'r bo'ldi tadbir deb o'zini o'sha har xil taassurotlarini mana shu daraxtning barglariga yozib yopishtirib ketishadi. Men aytdim qanaqadir kitob taqdimoti bo'lgan ko'rinadi hatto. Mana shunaqa qilib kitoblarning taqdimotini aytishadi, soatini, kunini, vaqtini reklama berishadi va o'sha aytilgan vaqtda mana shu joyda kitob taqdimoti bo'ladi.